Samarqanddan buni men kutmagan edim. Samarqandda mehmon do'stligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki kutmagan narsalar bo'lib ketdi. Endi men sizlarga Samarqand uchun yangilik kiritmoqchiman. BMW M3 Competition'imda Samarqandda nomer 1 bo'lgan AMG GT 63S klassga vizov tashlamoqchiman. Akmal aka, avvalambor assalomu alaykum. Samarqandga xush kelibsiz. Mana raislarim qo'limda Toshkentda eng oldi M3 Competition turibdi. Bu meniki. Bu sizni Samarqandda eng oldi GT AMG 63S bu. 63S. Bu yaxshisi-da. Meni M3imga ozgina konkurent bo'ladigan mashinalardan bittasi. Lekin Akmal aka, dunyoda ikki xil mashina bor. Birinchisi BMW, ikkinchisi boshqalar. Adashdingiz, salgina adashdingiz. Birinchisi Merz, keyin boshqalar. Akalar, ukalar, nima deysizlar? AMG bilan M3